Hayotimizdagi haqiqatlar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Chet davlatda yashash menga hech qachon yoqmagan. Shunchaki majburlikdan shu yerdaman. Men oilada yolg'iz va kenja o'g'ilman, lekin juda tez ulg'ayib qoldim. Ota-onamning barcha orzularini amalga oshirish uchun hamma narsaga tayyorman deb ayta olaman. Lekin ishlashga kelganda esa shunchaki uyqum kelib qoladi. Men ham Allohning yo'lidan yurgan inson jannatli bo'lishini bilaman, lekin ba'zida shaytonning yo'lidan yurib qo'yaman. Men juda katta orzular qilishni bilaman. Lekin afsuski faqat orzu qilishni bilaman. Men ham hayotni o'zgartirishni xohlayman, lekin nimadan boshlashni bilmayman. Haromdan uzoq yuraman deb har doim o'zimga va'da beraman. Lekin har safar nafsimga yengilib qo'yaman. Nimadirni o'zgartirmoqchimisan? Avval o'zingdan boshla. Hozir ayni vaqti.